Alhamdulillah. Boshqa ichimliklarning energetikalarni yomonlash emas. Bu meni o'zimni inson sifatida taklifim. Xuddi shu firmaga o'xshab, bu firmaga alohida minnatdorchilik bildiraman. Inson salomatligini o'ylagan holda ustiga shunaqa g'ilof qildi, chang o'tirmaydi, bemalol ochib iste'mol qilsa bo'ladi. Boshqa ichimliklar ham, energetik ichimlari ham xuddi shunaqa g'ilof qilgan holda ishlab chiqarilsa, inson salomatligiga foyda bo'lardi. Hozir ko'p kasalliklar xuddi shu ustida g'ilof bo'lmaganligi uchun chang o'tiradi. Ko'pchiligi artib ichmaydi. Shuni ochadi, ichib yuborishaveradi. To'g'ri, kimdir artib, yuvib, tozalab ichishadi. Shunga iloji bo'lsa, sizlar ham meni fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, komment yozib ketinglar. Kerakli odamga yuborib qo'ying shu videoni. Ko'rishsa manfaatli bo'ladi. Bizning salomatligimiz uchun juda ham zarur. Xuddi shu g'ilofga o'xshab chiqarishsin boshqa ichimliklar ham. Zo'r bo'ladi, men o'ylashimcha. Xudo xohlasa, agar shu videoni ko'rishsa, вообще klass, super duo qilardik, shunday g'ilof bo'lganda. Rahmat, bizani kuzatishda davom etinglar. Meni fikrimni inobatga olganlaring uchun kattakon rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar.